har bir ayol dam olishga loyiq, to'g'rimi? 3 ta bola bilan dam olgandek bo'larmidim. Ba'zi xizmatda bo'laman. Yo'q. Bu joyda siz uchun xizmat qilishadi. Bu joy oilaviy dam olish uchun ham zo'r, ham arzon. Rostini aytsam, dachalardan arzonroq tushadi, lekin sharoiti dachadan ham zo'r. Menga eng yoqqani nima pishiraman deb o'ylamayman. Nonushta bepul shvedskiy stol. Obedga esa atiga 70 ming so'mga biznes lanchlari bor. Ichiga birinchi, ikkinchi ovqat, salat, suv, non va souslar kiradi. Ovqatlar damiga 10 dan 10 baho beraman. Kattalar va bolalar uchun hamma sharoitlari bor. Turk va finskaya sauna, trenajyorniy zal, jakuzi, basseyn, bolalar o'yingohi ham mavjud. Lokatsiyasi mahalliy aeroportidan 5 daqiqa, xalqaro aeroportidan esa 10 daqiqa. Ayniqsa vodiy va vohadan keladiganlar uchun juda ham qulay. Biznesmenlar uchun 80 kishilik konferensiya zallari bor. 3 kishidan ko'p tursangiz, bepul transfer ham bor ekan. Naqd 51 ta nomer, 1 va 2 kishilik chiroyli va komfort xonalar, oilaviy va lyuks xonalari ham mavjud. Qizlar bolalar bilan qiynalmasdan dam olaman desangiz, Husma Hotelni tavsiya qilamiz. Siz ham mazza qilib dam olishga loyiqsiz. Bu videoni kimga jo'natishni bilasiz-a?